Toyota Tundra Limited Trader Off-road qora rangida ko'rinishi, keyin yangicha ko'rinishda. Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Qadrdonlar, bir Toshkentlik erkatoy dodam borlar. Oilaviylardan ham ko'rsat pikaplarni deyaptilar. Tog'larga chiqqanda, bitta qo'y so'ydirib, dachalarga chiqqanda bo'ladigan, ham shahar ichida haydaydiganimdan bergin dedilar. Mana sotuvga yetib keldi 26 modelli. 20 diska ballonda turibdi. Falcon yo'l tanlamas ati ballon bu, gibrid ballon bo'ladi. Shahar ichida, shahar tashqarida bemalol yuradi. Hadovoyli usunli bo'ladi, ham sportivniy, ham off-road. Bitta ko'rsatib o'tib keting. 3.4 twin turbo, gibrid motor, ham bojxona to'lov arzon chiqadi, ham tejamkor va 6 V-obrazli motor, 437 ot kuchi, 790 Nm, 10 pog'onali avtomat korobka. Haqiqiy oilaviy pikap. Kerakli bo'lgan hamma narsa shu mashinada muhayyo. Orqa differensiallar blok bo'ladi. Rullarimizda abagrev bor, sidenalarimizda Abduf abagrev bor. 5 o'rindiqli haqiqiy oilaviy garoskoy pikap bo'ladi. Multi rul, adaptivniy kruz kontrol, polasi udержan, hammasi shu mashinada mavjud. Tepa tomlarimiz panorama oyna, bitta sidenalarni ko'rsatib keting. Yangicha sidenalarda keldi o'sha Tundra. Yuk tortchi, treylerlarni qo'yib olib orqaga otlarni ham tortsangiz bo'ladi. Dodam Amerikanisida o'ylab chiqaradi deyman. Toyota'ni Amerikada ishlab chiqarish boshlagandan bir har taraflama o'ylab chiqadi. Poni elektropaket. Bunga yuk ko'tarishi 1 tonnadan oshiqroq, bagaj hajmi 1000 litr atrofida. Har doimga aytganimdek, buksirovka 3 tonnagacha. Shu video tagida bojxona yo'l kira yozib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.